Birinchi shartimizning nomi oxirgi harfiga qo'shiq aytish deb nomlanadi. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma ishon, o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman. Azizim. M harfiga. Meni yomon ranjitding, sendan qattiq xafaman, lekin sendek kuydirgi qizni qaydan topaman? Sevgi der ekan, sevgi dilni yer ekan, qizga mehring berguncha muzga bag'ring ber ekan. Baribir n bo'ldi. Qani n harfiga. O'ylash uchun 10 soniya vaqt beramiz. 10 soniyadan ko'p bermaymiz. Nega bu dil dardlanar, nega bu ko'ngil yoshlanar, bu ko'z yoshlanar, dilda alam nima deysan, qashlanar. R harfiga. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, gulga qo'sh. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, dilga jo'shib ketar shahnozalar, shahnozalar. Degami? Raqsga tushar bolalar, yuzlari gullar. O'zingizdan to'qimayapsizmi? Bor shunaqa qo'shiq. Bormi aniq? Bolalar milliy anonsa bor. Bo'pti, bor bo'lsa bu oxiri qaysi harf bo'ldi? R harfiga davom etamiz. Rayhon senga uylanaman, o'shangamiz bog' bo'ladi rayhon. Cho'zing boshqa harfga tugasin nega? N harfiga. Nahotki shu bo'lsa sevgi, nahotki shu bo'lsa hayot. Bo'ldi. Ikki qator aytavering. Bo'pti. Taga. To'ylar muborak. Mungshtung. Ey yor jonim. Afmi. Xolagan joyda to'xtatib qo'ymanglar uni qilib. Maydalab yog'ar yomg'irlar, yuzlarimni siypalab yog'ar yomg'irlar, tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindirab yog'ar yomg'irlar. R harfiga yana.